إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchi qarindoshlar. Bugungi darsimizda sog'lomlik haqida to'xtalamiz. Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u va rahmatul lil mu'minin. Ya'ni biz Qur'ondan mu'minlarga shifo va rahmat bo'ladigan oyatlarni nozil qilamiz. Ya'ni Qur'on Karim oyatlari dillarga hidoyat va shifo, mu'minlar uchun rahmat va yaxshilikdir. O bendini Allah Teala'ga yakınlaştırdıgan ve ulaştırdıgan en yaxşı vasıta. Bu ayetteki şifa her qandaq kasalliklarga şifa ekanligini ko'rsatdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim cismani ve manevi barliq kasalliklarga şifadır. Yani Kur'an-ı Kerim sağlamlık kitabıdır. Endi sağlamlıkni bedenning kasaldan saq bo'lishi debla tushunib olganda sağlamlık öz ichiga oladigan ma'nilarni tushunmagan bo'lamiz. Chunki u chaqda sağlamlıkdan iborat cho'ng bir ma'noni kichik bir ramkaga ep qo'ygan bo'lamiz. Tibbiy mutaxassislar sağlamlıkni fikir, hissiyot, beden ve ruhning sağlamlığı deb ko'rsatdi. Ya'ni mushu to'rt narsaning tangpungliq holatini sağlamlık deydi. Demek fikir sağlamlığı, fikirning sağlamlığı hissiyat yani psixika sağlamlıktan ayrılalmaydı. Psixika bedenning sağlamlığı bilan münasebetlik. Hammasi bilan ruhning sağlamlığı bilan münasebetlik. Ruh sağlam bo'lgan chaqda odamning hamma tarafi sağlam bo'lgan bo'ldi. Odamningki o'y xiyoli nihoyat yaxshi, tangpungliq ishida uning psixikasining buzuq bo'lishi mumkin emas. Ya'ni psixikaning sağlamlığı ruhning sağlamlığı bilan intayin bak münasebetlik. Ve bu to'rti bir-biriga shunday münasebetlik. Endi Qur'on Kerim mu'minlar uchun shifo dedik. Mu'minlar uchun shifo bo'lgan Qur'on Kerim bizningki eng büyük dasturimiz ve shaksiz shifolik kitobimiz. Bir mümin için sağlamlıklarını 5 tane sağlamlık bir müminde buluş gerek deb düşünüşki buludu mesela. 5 türlük sağlamlıkның bir müminde buluşu gerek. Bunun hemmisinin menbesi Kur'an-ı Kerim. 5 sağlamlıkның ki birincisi akide cihetinin sağlam buluş. İkincisi fikri cihetinin sağlam buluş. Üçüncüsü ahlak cihetinin sağlam buluş. Dördüncüsü psixik cihetinin sağlam buluş. Beşincisi tenning sağlam buluşu. Birinci akide cihetinin sağlam buluş. Akide cihetinin sağlam buluş hemmedən muhim. Akidesi durust bo'lmagan odamning amal ibodatlari hargiz qabul qilinmaydi. Çünkü akidesi durust bo'lmagan odamning iymoni durust bo'lmagan bo'ldi. İmanı durust bo'lmagan odamning amal ibodatlari Alloh taolaning dargohida qabul qilinmaydi. Qur'on Kerimda innama yataqabbalullohu minal muttaqin degan bir oyat var. Allah faqat taqvodor kishilardan qabul qiladi deb. Taqvo degan so'zni mufassirlar Allohni qo'rquvchi amallarining bekor bo'lib ketishidan qo'rqib gunoh ma'siyatlardan saqlanguchi Allohga itoat qilguchi degan ma'nolarni aytadi. Ana mufassirlar oyatning bu yerdagi muttaqin degan so'zni mushriklikdan, kafirlikdan saqlanguchilar deb ma'no aytadi. Ya'ni mushriklik aqidasidan, buzuq aqidalardan, İslamga zid keladigan aqidalardan saqlangan kishilarningki, shundan yiroq turgan kishilarning amal ibodatlari qabul bo'ldi demakchi. İkinci fikir jihatdan sağlam bo'lish. Fikir jihatdan sağlam bo'lish islom aqidasiga, islom tasavvuriga va islom tushunchasiga, islom ta'limotiga zid keladigan aqimlardan yiroq turish. Yana bir tarafdan aqidasi ve fikri sağlam ülemalarının eserlerini köplep okup ma'lumotliq buluş deganlik. Mesela zamanımızda baş götürgen Kur'ançılar deymiz, tekfirçiler deymiz, yana başka deymiz, şundak bir
o'zlarini islomga mansub qilib olgan aqimlardan yiroq turish, ya'ni fikriy jihatdan sog'lom bo'lish. Fikriy jihatdan sog'lom bo'lmagan kishining amal ibodatlarining qabul bo'lishi qiyin bo'ladi. Üçüncü, əxlaqi cəhətdən sağlam buluş. Əxlaq cəhətdən sağlam buluş, Allah Taala haram qılğan işlərdən və barlıq günah, məsiyətlərdən yıraq duruş, zina, cazana, saxtipəzlik, aldamçılıq degəndək əxlaqi qılmışlarını sadir qılmaslıq və üzünü əxlaqi qurğanның içində muhafizət qilish degənlik olub, bunun da təqvalıq, asaslıq yetakchi o'rinda turadi. Aqlni va nafsini Qur'on va hadisning talabiga bo'ysundirish talab qilinadi. Axloqiy jihatdan sog'lom bo'lmagan kishilar taqvodorlar qatoridan bo'lolmaydi. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin degan oyatda taqvodorlardanlar qabul qilinadi degan bo'ldi. Bu yerda İslam əxlaqıga rioya qılmagan, haramni halal o'rnida iste'mol qilgan, haram bilan halalning chekchirisiga diqqat qilmagan, islomningki buyurgan va to'sqinligiga rioya qilmagan kishi taqvolik doirasiga kirolmaydi. Onda o'g'alikin taqvolik doirasiga kirolmagan kishilarniki amal ibodati qabul bo'lmaydi deganlik. Undan keyin psixika jihatdan sog'lom bo'lish. Psixika jihatdan sog'lom bo'lish iymonni kuchaytirish va taqvolikni oshirish bilan qo'lga keladi. Alloh taologa yaxshilik, yomonlik, foyda, ziyon, xushallik va ko'ngilsizlik hammasining Alloh taolaning irodasi va taqdir qilishi bilan bo'ladiganligiga iymoni bor odam hargiz psixika kasalligiga giriftor bo'lmaydi. Chunki u o'tgan ishga hasrat chekmaydi, keladigan ishning ko'p g'amini yeb, ortiqcha g'amini yeb o'zini upuratmaydi. Alloh taolaning taqdiriga va taqsimotiga rozi bo'lib, huzur ichida hayot kechirdi. Payg'ambar alayhisalom mu'minning bu xislatini maqtab mundaq degan. Mu'min odamning ishi haqiqatan ajablanishga tegishlik. Chunki uning hamma ishi uning uchun yaxshilikdir. Faqat mu'min odamga xos xislatdir. Onunğa birər yaxşılıq yetsə, Allah'a şükür qıldı. Onunğa bu onun üçün yaxşı buldu. Onunğa birər ziyan, zəhmət yoki yamanlıq yetsə, Allah Taalaga səbir qıldı. Bu mu onun üçün yaxşı buldu? Demək, yəni xoşallıq gəlgəndə Allah'a şükür qilish, ko'ngilsizlik bo'lganda səbir qilish, muşu iki tamponluqni tutub turgan adam o'zini upuratmaydi və beşiğe kelgan ko'ngilsizliklarga o'zini baqlatmaydi va o'zining tan salomatligini saqlab qola oladi va Alloh taoloni rozi qila oladi. Undan keyin 5-inchisi tanning sog'lomligi. Tanning sog'lom bo'lishi Alloh taolaning ikki qonuniga amal qilish bilan bo'ladi. Biri Alloh taolaning qilma, ya'ni harom ishlarni qilmagan, yaxshi ishlarni qilgan, haromni yemagan, biz halal qilgan narsalarni yegin degan shariat qonuni. Yana ikkinchisi tabiat qonuni. Tabiat qonuni deganimiz Alloh taolo tabiatda bekitib etgan qonuniyat, masalan, burun yetib atigan turish. Tamoq to'q qo'rsaqning ustiga tamoqni to'yg'izib yemaslik deganga o'xshash, ya'ni o'ziga ziyonliq elib keladigan ishlardan yiroq turish. Mushu ikki qonuniyatga amal qilgan kishi dunyo va oxiratda g'alaba qildi. Chunki shariat qonuniga amal qilgan kishi oxiratda Alloh taolaning jannatiga erishadi. Tabiat qonuniga amal qilgan kishi bu dunyoda farovonlik, bayoshatlik, xotirjamlik, yaxshi hayot kechirdi. Nimishga o sabablar qonuniga amal qilgan bo'ldi. Sabablar qonuniga amal qilgandan keyin o'ziga ziyonliq ishlardan yiroq turdi, o'ziga foydali ishlarni qildi. Alloh taolaning shariatiga amal qilish orqali Alloh taolaning rahmatiga va mag'firatiga erishadi. Shu orqali inson o'zining dunyo va oxiratlik baxt saodatini va xotirjam turmushini yo'lga kirgiza oladi. Shunga dinimiz belgilgan ve ölgümüz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tatbiqlab ko'rsatgan ishlarga rioya qiladigan bo'lsak, agar mayli
shariatda buyurilgan masalalar bo'lsin yoki oqshimi yo'ruqdan uxlab atigan turish va badanni chiniqtirish harakat qilish orqali semizlikdan saqlanish u orqali kasallardan saqlanib qolish degandek ishlarga rioya qilish orqali biz bu dunyoda tan saqligimiz joyida sog'lom holda yashagan bo'lamiz. Oxiratda Alloh taolaning rahmatiga erishimiz. Chunki har ikkala qonun, mayli shariat qonuni bo'lsin, mayli tabiat qonuni bo'lsin, har ikkisi insonning foydasi, insonning manfaati va insonning baxt saodati uchun yo'lga qo'yilgan qonunlar. Alloh taolo hammamizni Alloh taolaning buyurganlariga amal qildigan va o'ziga dunyo oxiratlik foydali ishlarni qildigan mu'minlarning qatoridan qilsin. Hurmatli ko'ruvman qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Keldigan hafta yana mushu soatda birga bo'lish umidi bilan hammanglarni Allohga topshirdim. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.